Qeyrindaşlarım yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Men ta tünögün qaytıp kelgen Amerikadan. Hökümet tarapdan çaqırtılganlygym üçin şahsiýler bilen hiç qandaq bir insan bilen görüşmeýle qaytıp geldim. Qaytıp kelgendikin ayrım hanamda bäk jiq temalar ýygyp gitipdi. Jiq qeyrindaşlarymız depdi, siz Indoneziya meselesiga arlaşkandyňyz. Bu Indoneziyadaki ballar qaytyrılıp gitipdi digen gep çykdy. O bu yerlerde sözleneýärdi. Siz qandaq qaraýsyz degендek suallar keldi. Anladykin men bununğa bir jogap berip ýetäý dep oýladym qeyrindaşlarym. Men bu ýyl 8-nji aýynyň 24-i, 25-i, 28-nji günleri oşu Indoneziyadaki ballarnyň meselesi 6 ýyl qamak jazasyga höküm kılıngan 6 yıl tuş aldıda bəzən bir qeyrindaşlarının havalısına asasen bularını qandaq orunlaştırış, bularınki kelgüsüdeki çıkış yolu degendekler üstüde bir torda bir söz degen bolsanız Zumrat Hanım diýerlik üçün şularning havalısına asasen 8-nji aýynyň 24-i, 25-i, 28-i men bir elan näq meýdan kılgan. Onundan keyin ma'lum bir hanım izlep Muşu ballar toğrusida, qandaq qilish toğrusida, bu ballarnınki arka görünüş toğrusida terörist degen qalpaq kiygizilgenmi dep aşındaq sorgandy. Uygurnyň hemmesige undaq qalpaqny kiygizmegenmi Xitay? Şuna bu toğruluk jyhmy gaqyganmy kämmidi? Şunuň bilen bu ötüp getdi. Onundan keyin yana bir hanım telefon kılıp muşu Tayvan'ın bir orny torladymy ba Tung Tu Yohao Şehuy degen ýerninki şularning adamlardan yardam soragan bolsaňyz qanday boldy degende ular Xitay degendim. Şoň bu işler tügen. Andan keyin bu ballar bilen normal görüşüş degendek ballar muşlar bilen alaqysy bar ballar görüşüp turýatgan. Hem görüşüp turuqluk. Şoň ballar bugün men bilen alaqalaşyp şu araga düşken ballar bu nimişki şundaq gepler çıkdy, bunda haberning manbasini uqdylarmy dep sordy. Manbaning haberini men bir uqup bu bir inglizce torbetden beşide tarqalgan. Bu ingliz torbat Beiner News degen torbat refaga qaraşlyk bir orunki haber ornu deyli. Şundaq orunki şu yerden çıkkan. Onun yazgıçıları bir tadqiqatçı, iki tadqiqatçıga birisi terrorizm, radikalizm ni yoqtuş tadqiqat merkezinin yuqori derecelik tadqiqatçısı depdi birisi. Yana birisi normal bir tadqiqatçıga yazgan adamlarning içinde ikisinin birisi. İkisinikini nim qilib qo'ydim. Menimcha xabarni ko'rgan ballar bo'lsa, cho'qim yozudu mishalarga chaplab qo'yinglar. Agarda ko'rganlar mush xabarni ko'rganlar bor bo'lsa. Anan keyin buni dalillashmaganini u bola so'ragan chaqda, masalan, dalillash o'rni mush Taylandning bo'lsin, Indoneziyaning ballarniki qaytirilish bundaq bir ishlari bo'lsa, butunlay hökümet orulları bunu delilleydi. Bir narsa çıkarıştan ilgili yakçı kılıdığı. Şununla şu yerden soralgandı mı? Köşmeler idaresinden soralgan mı? Anandakin taşkı işler bayanatçısı, taşkı işler işhanısından soralgan mı? Anandakin kişilik hukuk orullardan soralgan mı? Kanun orullardan soralgan mı? Delillengen mi? Digendek suallara mücmel cevaplar başına aslı körp baksanlar boludu. Onunla ben birden düşendirmesem mi? Bula ya çap oynawatamdı o haq bizini bilmedim. 2016'nın yağı bu haberler davamlı çıkıp diken refahımı çıkılgan. Bu ballar 2015 7. ayının 13. günü hüküm çıkarılgan ballar. 3'i. Aslında 4 deyilgen. Bunun da başka ballar mı var türmede?
Ular bilan aloqamiz saqchilar orqali, o bola orqali, asharki yerlik tashkilotlar orqali aloqamiz bor. Shuning bilan yanamo Google degan bir narsa bor. Google'ga kirsanglar, o'zingiz biladigan til bilan kirgizsangiz Google'da mushu Indoneziya temasiga oid har qanday narsani topa olasiz. 2009 bo'lingan ishlar, 2014, 2015, andan keyin 2016 davomli bundaq ishlar bo'lgan, qechib yurib tutilib qolgan, u bu degandek ishlar davomli bor. Bu yangi tema emas, Indoneziyaning temasi. Men faqat bu yil 6 yil kesgan bolalarniki vaqti teshib az qolganligi to'g'risida bir xabar berdim. Andan keyin yordam so'radim, tashkilotlar mödanglar dedim. Andan keyin 2015 7 13 bu 13 kuni bu hukm chiqarilgandan keyin Indoneziya hukumatidan chiqarilgandan keyin Xitoy buni o'tkazib beringlar degan talabni qilgan. Lekin Indoneziya hukumati biz mahbuslarni almashtirish. U bir mahbusni, Xitoy bir mahbusni berib tikandi, qaytarib berib tikan Indoneziyaga. Shuning o'rniga men Uyg'urlarni olib ketamiz degan chaqda biz u kelishimga nim qilmagan, imzo qo'ymagan, shuning uchun biz Uyg'urlarni qaytara olmaymiz. Bu ikki ish sening men qaytarib bergan bu mahbuslar, jinoyatchi bilan ma 4 Uyg'urning ishi ayrim ish deb turib rad qilganga, kelishimga imzo qo'ymaganga xalqarodagi jinoyatchilarni o'tkazib berish, andan keyin almashtirish degandek qonun tuzumga, uning kelishimga qo'l qo'ymaganga Indoneziya. Buni bir qistirib o'tdim. Andan keyin bu xabar markazininki refaga qaraydiganligini deb o'tdim. Andan keyin Indoneziyada cho'ng ko'lamda namoyish bo'lgan. Bularni hammanglar bilasizlar. Andan keyin atalmış da'vogarlar Indoneziyaga bordi. Hal so'rash, pul olib berish degandek ishlarni qilib, shuning bilan namoyish jimjit bo'lib ketdi. Ayni vaqtda shu namoyish bo'lgan vaqtida menga ash yerlik xalqlardan, Indoneziyadan menga ayrim xonamda, mush Facebook'imda bor. Bir 30 necha yosh kirgan bir bola menga telefon qilib, bizning mush yerda Uyg'urlar bor. Aslida shularningki shulardan hal so'rab qo'yish kerakdi. Shular uchunmi bir namoyish qilgan bo'lsa, bularning ishlari boshqa, taqdiri boshqacha bo'ladi. Sen deb baqqan bo'lsang, deb turib telefon nomerini tepmagan bo'lsang dedi. Men telefon nomerini tepadim, o'shaga borganlarnikini. Anda munda deb bo'g'ichilar qo'yib yetibdi. Chunki inglizcha bilmagandiki, ular ingliz so'zlagandiki, u albatta qo'yib yetibdi. Ashunda ish bo'lgan. Ondan keyin o'zim aloqalashgan nechisi bor. Qilsammi? Jimjit telefonni qo'yib ketgan. Indoneziyadagi bolalar, Taylanddagi bolalar, Malayziyadagi bolalar tunugin bugun paydo bo'lgan bolalar emas. Azaldan bor. Bular uchun pullar yig'ilgan ekan. Talay qatim pullar yig'ilgan. Yanami pul yig'ish fursati keldimi? Ya namoyish deb turib bir qildigan bir fursat izlayapamdi, unimi bilmayman. Xuddi Suriya temasiga o'xshash davomli tashlandi ba'zan narsalar. Bu bab ishlar. Bu yo'q ishlar tunugin bugun paydo bo'lib qolgan ish emas. Anandaki sizlar yaxshi bir o'ylab beqinglar. Xabarlarni izlab baqsanglar bo'ladi. Burunlarda inglizcha bilmaydigan odamlarga bir narsalarni tashlab bersangiz, ammo mundaq inglizcha bo'lsa, u bek murakkab, o'sha bir chet elliklar chiqargan bir xabarlar o'xshaydi deb turib, bunda bir xil hissiyat bo'ldi deydi bolalar. Hozir Google'da har xil narsalarni tekshira oladigan bo'ldik. Bu bir yaxshi bir bo'sib ilgirlash bo'ldi. Qarsaqla ba'zan narsalarni orqa ko'rinishi bila oladiganmiz deydiganlar bor bo'ldi. Menmi tavsiya qildiganim, ishchini tekshirib beqib, nereden chiqdi bu xabar? Nima uchun chiqdi? Andan keyin ash yerlik hukumatninki tarafidan dalillanganmi degan narsani ravdus bir izdanib beqib, andan keyin mush jidalga kirsanglar qarindoshlarim. To'plarda degan ash vatlarni yo'llab qo'yibsizlar, yo'llamasliklarini umid qilaman. Ash messengerga tushirib turib yo'llab qo'yibsizlar. Rahmat bilsin deb qilgansizlar, lekin bunda narsa qiziqmayman.
Dəlillenmegen mındaq nəsləgə. Ondan keyin bu işlarning koyuda bo'lgan aş yerlik hökumatning xodimlari va ballar ba shu indoneziyalik. Aşlarga tamaq apirib bergan, kerakli materiallarni apirib bergan, anar kitob apirib bergan. O'shundaq ballar ba shu indoneziyalik, anaki Uyg'ur ballar ba, anaki o'zbek, anaki Afg'onistonlik o'zbek ballar ba shu Indoneziyada. Şu ballarımı demmo sorap nima qilib qo'ydim. Andan keyin shuni bir o'zinglar bir kallanglarni ishlatsanlar. Ma yolg'on dema, mundaq palonchiti, po'kinchiti deydigan vaqt o'tib ketdi uchu. Yana mı kallanglarni ishlatmasanlar, uning bilan meni rost ishim yo'q. Andan keyin xalq hal qilolmaydigan ishni xalqqa tashlashdagi maqsad nima deganda savol qilib qo'yib beqing. Uyg'urda xalq bormi deydi. Xalq bormiki yo'qmiki uni men bilmayman. Bizning vatandagi dinimiz, e'tiqodimiz nimalar bo'lib ketib bordi, uni bilan chattig'imiz yo'q. Chet eldagi bir yerlarni g'ajab, ayrim bir mustaqil bir davlatninki ishlariga aralashib, shu vat shu jidalga kirgisi, tatillab akirdigan odamlar va shuningga endi savol qo'yib beqinglar qarindoshlarim. Bizning o'zimizningki yetkichi dardimiz va xalqning ishiga aralashqichligimiz yo'q. Nima uchun qopishimiz kerak? Zamin uchun qopishimiz kerakdi. Xalqaro vaziyatda inchik o'zgarishlar bo'lyotidi, nima ish bo'lyotidi deganlarga savol qo'yib, aslida biroz ilgirlashimiz kerakdi. Lekin undaq bo'lmayotimiz. Xitoyni o'raydi Amerika. Trump hukumati o'raydi. Trump saylanib chiqdi. Andan keyin Xitoyga amroq Uyg'urlar yana birsini hali rasab chiqayotgan Villentsvani ismini aytmay shuni qo'llaydi ekan. Agar Xitoyni dushmanim deb bilgan, Xitoyni o'raymiz deyotgan bu Cumhuriyetçi partiyaningki siyosiy yo'llarni qo'llamaydi ekan. U qo'llamaydiganlari hamda Xitoyga amroqlar Trumpni qo'llamaydi, ani qo'llaydi. Shu Xitoyning o'rilishini xohlamaydiganlar. Anadagi Xitoy virusi Xitoyning gumron bo'lishi deb turib chiqarib qo'ydim. Anadagi ba'zan bir temalarni chiqarib qo'ydim. O'zbekistonda nima bo'lyotidi, qandaq bir O'rta Osiyoda nima ishlar bo'lyotidi degandek narsalarni chiqarib qo'ydim. Savol qo'yib beqing, ba'zilar men ayrim xonamda savol qo'yib degan tahlil qilib bersangiz deb kallangizni ishlatib beqing dedim. Men ovozimni mishaga qo'yman, ovozimni nega yo'tkisang mishada meningki. Ayrim gap qilishdan xolamadim. Men yozgan narsamni o'zingiz bir kallangizni o'tkazib beqing dedim. Indoneziyanikini matinmay mush to'g'riliq bir so'zlagan bo'lsangiz, namoyish qilib qolsak, o'tib dedim. Nemishqa namoyish qilsa sababi nima dedim. Desam, mush Indoneziya elchixonasiga berib, elchixonlar itik hozircha, elchixonlar ish bajarmaydi. Xitoy virusi tufaylidan. Anadan aşağı yig'ilish qilsanglar, anadan to'rtninki ishini, uchninki ishini deb Turkiyadagi butun Uyg'urlarga bir cho'ng ish deb bersanglar, anadan pul yig'sa, anadan yana Uyg'ur kalısini qapoq qilib jilli chiqayotgan o'yinlarning yangi emas, ko'n temalarni boshdan qilib o'tasa, andan keyin biz zemin degan bilan chattig'imiz yo'q, vatan degan voy nima chattig'imiz deb o'ltirib xalqninki uning buning ishini qilib g'ajab o'ltasak, maqsad shugu, shunda bir ish qilishmi dedim. Desam, ha, uqdiq deydi. Hozir dunyo vaziyatida inchik o'zgarish, yana birsi virusning qayta ko'payib, hozir o'zgargan xildagi virusning tarqalishi nimalardan derak berdi, o'zingizni qo'g'dishingiz kerakmi yoki ushga agishib qolganlaringlarni dardini tortamdiq o'ylab beqing dedim. Sizlar daydayga savatgan kim o? Pul yig'ayli, o'ti deganda gaplar chiqadi ekan. Masalan, o pulni yig'dingizmi deyli. Nega ketdi degan bilan chattig'imiz yo'q bizningki. Talay pullar yig'ilibdi, nega ketdi, nimaga ishlatding deb savolmi qo'ymaysizlar, yig'iyverdigan gap. Masalan, Amerikadagi ba'zan odamlarga pul yig'ish degan narsani siz qanday qaraysiz deb turib ba'zilar savol so'rab ekandiq. Men dedim, men Amerikada hech kimga
Мәсәлән, Xitoyni xalqaro sotqa berish deganni qo'llayman. Onunğa başqalar pul berimiz desimi, to'g'ri dedim. Lekin uningda boshqa bunday shaxsiy bir pul yig'ish deganga men shunda qarshi. Amerikada ish topqili bo'ladi. Er va odamning er ishlash kerak, eri bo'lmasa o'zi ishlash kerak yoki er xotin teng ishlash kerak. İşləş imkaniyeti şunda to'liq. Men mush qatim borgandimmi Tibetniki bir er ayolni uchratdim. Ular mana shunda ishlagan, uy olgan shundaq xalqlarga hargiz qaqtim pul olib turib da'vo qilmaydi ekan. Bir narsaga guvohlikqa, ba'zan narsalarni ko'z nim qilishga borgan. Shuningga shu jihatlardan o'ylab beqinglar Amerikaga, Yevropaga kelgan odamlarga pul ehtiyoji yo'q. Pul ehtiyoji yo'q. Siz onunğa pul berginiz kelsa, o özünüzün işi. Miyan işletip baksanız da buludu. Mesela Indonezya'nın işi olsun, Tayland'ın olsun, muş türmedeki işlerin hemisi pul çıktı. Kim iyi oldu aşağı? Yana da şu türmede yatıdı o. Şular şüphetim. Pullar yığılayıverdi o. Dava kılımız, bir çamdan pulları var, baylarımız yokken bizninki ahte kökte. Nimiş kılırsa? Dava Amerika'da. Kınmamsa aşağıda. Pul. Uygur'un ismi pul. Etin pul. Lekin ağı şu. 71 yıl ahmaq bop yürüptimiz. Emde olsak mı bir ahloşumuz caydı bolsun. Pursat degen kevatıdı. Aş pursatı çın tutuvatıdı. Tibetlerge seliştirip bekanla. Özümüz biraz ahlimizni tepişimiz gerek mi? Qeyrindaş milletlerden bir ülge apaqaylı. Haq nimiş kılaldı? Kırgızını oylap bekanla. O bu milletni oylap bekanla. Haqninki başka bir işlerge çavaqni çep. Başka bir yerdeki din temelerini gacap oltağıca özümüzden aşı vatanının tekiler mi? Uygurlar mı şu musulman? Şular mı musulman? Etkat nim bop ketdi. Ayallarımız haram bop git bardı. Qeyrindaşlarımızdan görüşemeyimiz. Bular bizga g'ororimizni tegmamda haqnikini qilib, oshqa olganlarga yeydig'ini chiqarib, yana bir oshqaga qo'saqni g'imida. Vatansizlar vatanning g'imida bo'lishimiz kerakdi. Bizning ustuxunimiz tushmagan insonlar ekanmiz bu yerlarga. Nomus qilamiz, haqni jutida yetib oldik biz. Vatandoshlikqa erishdik degan bilan nomus qilamiz. Har qanday odam so'raydi, sen qandoq kelgan deb. Miyerimiz o'xshashmaydigan tursa, Ming o pasportumuzda vatandaşlıkta Palayanın, Pokonyanın, Amerika'nın, yana bir miyanın Uygurları degenimiz bilen ko'nglimizga ayan. Uyqumuzni içip baksak bulatdi. Her xil temalar çıkıdı. May rast xabarmidi, may yolg'on xabarmidi desa, o'zingiz izlab baksangiz bo'lmamdi. Xitoycha bilsangiz Xitoycha kirgizing. Uyg'urchami bor, tarjimami bor, boshqa tilninkini kirgizib beqing dedim. Lekin miyani ishlatmaymiz. Aş toplu bolsa vat şu. Zimin deydigan kunti. Zimin deydigan kunti. Nimeler bo'vatıdı? Qarab beqing torlarda. Xabarlarni. Kuchingizning yetishcha g'ajab beqing aş xabarni. Qisqa chiqarib qo'yayotganlarmi bor, uzun chiqarayotganlar bor. Uzunni o'qingiz kelmas, qisqani ko'ring. Anadaki sözlep berip o kulak molasılık kılışınızdan acil sözlep bergengele birinin okuduğun işiniz olsa vay biz degen bütün dünyaya ders verettik eğer de sözlep bergengele şundaq bop ketken bolsak talay top talay bir nimeler var lekin şunundan menfaat kevatamdı siz haqiqiy aslisini izlab beqing bu xabar manbasi nereden bu xabar manbasi nega qaraydi kim boshqurdi ma xabar taqtish o'rnini manda bir qarab beqinglar o'ttirg'i bir nimani tashlab baslar g'ajab voy pul yig'ayla voy namoyish qilayli agarda namoyish bilan birmi qig'ilib bo'lgan bo'lsa voy yay dunyoviy namoyishlarniki egalarigu biz burunqi vaqtlarda munda oldu Uyg'urni tonimaydi. Uyg'urni tunib bo'lgandan keyin yana andaqay voy guvohlik beray, yana birmi qilay. Voy, xoin tutamiz, davatidu Amerika. Jasuslarni tutamiz.
Mana ko'rdingmi, ma kim o, ma bildingmi, ma nima? Ha, bilamsa, deb izdavatsa Uyg'urlarning ishonchliklarini. Ha, endi sen qo'pib guvohlik berman, ani qutqizaman, mani qutqizib, vataningni kim qutqizadi? Ma xabar yolg'onmi, ma narsa rostmi, yolg'onmi? Faqat o'zingizning mishakli bog'liq ozroqli kalla ishlatib to'rga kirsangiz, bar narsalarning hammasi chiqadi. Tor hammani xotirlab mangan. Yo'qotolmaysiz. Burunqi narsani o YouTube'dan ba'zilar chiqargan narsani juvatdiq degan bilan asli o'rindan topalaysiz. Xabarmi shundaqla. Siz yaxshi o'ylanib beqing. Nima ish qilamizki, men bilmayman. Ashundaq temalarni, shundaq bir paytimlarni tashlagan shu birodarlarga deb baqay. Ey, maqsading nima? Ey, Uyg'ur bo'lsang, aslinga qayta. Nima ish qilsa o'ynab Uyg'urni. Mush 2 yildan yoqi bo'lgan bir muncha jidallarning hammasini chiqirib ratlab qo'ydim. Bir kun o kunning vaqti kelar, yana qaysi o'yinlar chiqadi bilmayman. Diniy temalarmi chiqdi-ku ana. Hal qila olg'arak hukumati va yerlarning ishiga biz aralashmay, ishimizni qilayli. Anandagi Uyg'urni tunuydi. O vaqtida oqsoqollik qilsang bo'ldi. Musulmonligini ifade, "Voy, men degan esil musulmon, vatanimni anda aldım, qerindishimni munda qutuldurdim. Shuning bilan endi, sizlarga yordam qo'limni sunaman" deb shu vaqtda qilsang yarashidi. Ay, o'zingning keyningda bir munch poqtursa, xalqnikiga aralashsang, satturday manga deydi xalq. Numus degani azroq bilib qo'yayli, ba'zan narsalarga savol qo'yishni bilayli, ishlatishni bilayli, qarindoshlarim. Bugun mishagchi paranglashayli. Yana birsi oxiriga bir qo'shib qo'yay. Turkiyadan boshqa davlatlarga ketayotganlar borka, tutilib qolganlar borka. Men bu to'g'riliq behchiq so'zildim. Hozir mushundaq bir Xitoy virus taqilib bir vaqtlarda aş türmelərdə falan vaqt yetib kəssənlər, pasportlarınlardan ayrılıb qapsızlar. Nimişqa şu yollarını xalqlar köstüsülər, onda qılmanglar degan gapni talay dedim. Məş yaqında tutulub qalğan 20 neçisi var ki, mən nim deyishni bilmədim gapni rastın. Yığılab apısı urdu ekan, yığılab acısı urdu ekan, yığılab xotini urdu ekan. Kallamizni biraz ishiltib baqayli qarindoshlarım, hey. Rahmat sizlarga.